İki maşın sroçna satıladi. Hazır biz Mitishidemiz, Mitishi yarmarkadamiz. Maşın Hyundai Solaris 2019-yıl. Bunisi ise 2016-yıl. EQM. Avtomat korobka maşın, avtomat korobka. Aytishlaricha EQ'da malgi silni DTP bo'lgani yo'q. Faqat bunoding oldi bamper bilan arqa bamper almashilgan. Hozir probegini ko'raman. Mashinning o'zining radnoy sveti ko'k. Mana. Buni ko'rib yana halga almashilgan emas. Bu klanka tortilgan oq, bu esa ko'k o'zining radnoy sveti. Mashinning probegi 348 ming uja aylangan ekan. Jiribdi 3 kuruk deydi, 3,5 kuruk. Atak 2019 algi full komplektatsiya hammaydi, lekin avtomat korobka, cho'tka. Bular srochna o'zimizning laqaybachilardiki, srochna satlat deydi. 4 ta balon, 4 ta prestijniska balonlar yangi. Buniki. Bunisi ham 4 ta prestij. Bular 4 ta baloni yangi. Uja nima desam bo'ladi? Bunisi ham polnixod haliga polni chixol urib, ayna bular chotki sostoyani ishlari moshni. Короче, videoni cho'zib nima qilaman ayna. Bakkin ayna. Mana shu hozir mana shu kameraga chiqqan ayna. Mana shu kamol ayna. Mana shu odam kelsa shuni men gapirsa ayna. Bunodi narxi 700 ming rubl. Naqd pulman keling ayna. Chotki muomalasi bor. Bunodi narxi ayna 800 ming rubl. Pulman keyinda kapotning ustiga shunda uringda shu odamman chotki dogovorit saqlab targ'avat saqlingda naqd pulni beringda ko'taring olib ketding. Ikki mashinam chotki halgi nima deydi? Halgi o'zimizda finqanda kondisioner ishlaydi. Hamma narsalar bor ayna. 4 ta yangi balon, 4 ta ham ekonomikan prestijskadan aytayapman. Solaris 2019, Kia Rio 2016. 700 ming rubl naqd pulman keyin chotki savdosi bor. 800 ming rubldan keyin chotki savdosi bor. Mana shu ekranda nomerlar, telefon qilasiz, mana shu ayna gaplashadi. Ko'rmoqchi bo'lib kelganlarga Mitishi yarmarka bozor shu Muqaddim bo'ynida. Ana shu yo'lning bachilari, o'zimizning lag'aybachilar kelsa savdo qilasizlar ayna. Jalan tamam bo'lsin, nima deyman? Lebolans. Mana shu mashinga shu odam kalla bashara javob ayna. Nomerlarni ekranga yozib qo'yamiz ona. Hayır. Jalan zaman bo'lsin.